Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi 97-bitdan davom ettiramiz. Ad-darsul 20-dars. Layla, Salma. Ikkita qizning suhbati Laylo bilan Salmo degan. Ya Salma, afi faslika talibatun minas-Sini wal Yabani. Ey Salmo, sening sinfingda Xitoydan va Yaponiyadan talaba qizlar bormi? نعم في فصلنا 5 طالبات من الصين و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من الإندونيسية. Ha, bizning sinfda Xitoydan 5 ta talaba qiz, Yaponiyadan 4 ta talaba qiz va Indoneziyadan 8 ta talaba qiz bor. وفي فصلنا 3 طالبات من الهند و6 طالبات من الفلبين و7 طالبات من تركيا. وبزنين sinfda ham endi xo'sh Hindistondan 3 ta talaba qiz, xo'sh Filippindan 6 ta talaba qiz va Turkiyadan 7 ta talaba qiz bor. Kam uxtan laki ya Layla? Nechta opang bor sening? Ey Laylo, yoki opa yoki singling. Li 3 akhawatin, ma'nis 3 ta opa singlim bor. Va kam akhon laki? Sani nechta aka ukang bor? Li 5 ikhwatin, va mani 5 ta aka ukam bor. Xo'sh. Laki 3 akhawatin va 5 ikhwatin. Unda sani demak 3 ta opa singling, 5 ta aka ukang bor. Naam, ha shunday. Va kam akhon va ukhtan laki? Va sani o'zingni nechta akang va opa singling bor? Aka ukang, opa singling bor. Li 4 ikhwatin va 4 akhawatin. Mana 4 ta demak aka ukam va 4 ta opa singlim bor. Li zamilatun ismuha Khadijatu laha 8 ikhwatin va 8 akhawatin. Ma'ni ismi Xadija bo'lgan bir o'rtog'im bor. Uni demak 8 ta aka ukasi, 8 ta opa singlisi bor. Tamarinu mashqlar iqro va kitub. O'qing va yozing. Demak bu yerda hozir 3 dan 10 gacha bo'lgan raqamlarni ishlatishni o'rganamiz. 3 talibatin. 3 ta talaba qiz. Demak talaba qizlar muannas bo'lgani uchun raqam o'shani teskarisi muzakkar holatda keltiriladi. 4 talibatin, 4 ta talaba qiz. 5 talibatin, 5 ta talaba qiz. 6 talibatin, 6 ta talaba qiz. 7 talibatin, 7 ta talaba qiz. 8 talibatin, 8 ta talaba qiz. 9 talibatin, 9 ta talaba qiz. 10 talibatin, 10 ta talaba qiz. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab dars qilib o'zlashtirib olamiz.